Assalomu alaykum tuğanlar. Hazır Qo'rg'ondan o'sha Qizilay tarafga ketib o'tganman Komsomolda. Asfaltning yo'lning bo'yida shunday bir boqma ko'l ochilgan. Aldı 4 kilogram 5 kilogramlik balıklar var ekan. Sazan, belamur. Zahot 500 so'mdan. Kelaverasizlar o'sha yerga. Xudo xolasa hozir olamiz. Bo'lib qolsa ko'rgazamiz rezultatni. Ketdi. Qo'yib. Hadi yol şey. Sazan gene. Assa. Çıkarasın bakalım. Bu bilen sazan. Sazan ekan, sazan. Çarşaf oynadık da. He, charchash kerak. Ana. Yonbosh degan bo'pti. Bastık mı? Pasta yo'q. Yeter. Yeter. Bakın. He. O telefonu ver. Bu Telefonu içine. Şuraya. yaqindan tortib qo'y, bitta yaqin odam kelib tortib qo'y. Tekrar harma. Ana. Ana. Basın. He. Nima qilay? Ha? Stop bas şuraya. Stopdi. Stop bas. Yomon. Serdar da qo'ysak. Tamam. Ana. Ana, hozir turklarga chiqardim, mana turklar. Turklar yo'lga chiqadi-da bu. Kaçat olan mısın ama? Kaçat olan. Bizga geç qarayın da. He? Chiqib o'ydan yana bo'lmaydi. Chaqirib qo'yar, ruvan chiqardi. 5 so'm berasing, 2 kilo ketarasan. Yosh bola chiqib qolmasin. Musul bola qarayt, ko'lga kelsinlar. Kelarasan.